Bu joyini alohida qora rangda qilib berganmiz. Shu Gentra mashinalarni GBO kraskasidan qora kraskada. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Hammalaring yaxshimisizlar? Mana yana navbatdagi Skromniy haytekvasan darvozamizni Samarqand viloyati Jonboy tumaniga olib kelib o'rnatdik. Xo'p, darvozamizni materiallari haqida qisqacha tanishtirib o'tamiz. Xo'p, darvozamizni kesak qismlari 10 ga 10 burst 2,5 stenasidan ishlatilgan, taglari 10 lik shvellar. Xo'p, darvozamizni ichidagi qovurg'a profillari 6 ga 4 1,7 stenasi. Xo'p, listlari 1,8 2 qavat. Polni uteplit qilingan. Xo'p, bu joylari nerjeveyka. Bunga ishlagan hamma mayda kvadratlar ham hammasi 1,5 qalinlikda ishlangan. Xo'p, darvozamizni ikki yonida 50 sent obnalichkasi bor. Polni 50 sent. Xo'p, yon qismida 30 sentdan obnalichka qilib berganmiz bu egalarning talablariga binoan. Xo'p, tahiya qismi ochiq holatda shu gulxo'y qilib bering, bizga havo aylanib tursin deyishdi. Shunga qilib berganmiz. Xo'p, buni kraskalari avtomobilniy Devo kraska, avtomobilniy lak. Xo'p, kraskada oldin gruntovka sepilgan. Zamoylari shu Hilux zamok. Xo'p, bu joyga e'tibor berib qo'yasizlar. Bu joyini alohida qora rangda qilib berganmiz. Shu Gentra mashinalarni GBO kraskasidan qora kraskada ishlab berganmiz. Darvozamiz zamoylari shu har doimgidek Hilux zamok. Darvozamiz nihoyatda yengil ochilib yopiladi. Darvozamizda umuman shum yo'q. Darvozamiz bir orqa tomonlarni ham ko'rsatib beramiz. Xo'p, bu darvozamizni orqa tomoni, bu 2 qavatli holati. Kimgadir 3 qavatli holati kerak bo'lsa, bu joylarni ham steklavotda to'ldirib, ustidan yana list qoplab beramiz. U holati 3 qavatli hisoblanadi. Xo'p, sentr ruchka, oshiq-moshiqlari pachimlilik bo'lgan. Darvozamizni katta qanotlarini ochib yopib beramiz. Darvozamiz ochilib yopilishi nihoyatda yengil ochilib yopiladi. Aytgan joyimizda turadi. Sababi shaytonga tekis o'rnagandan dalolat. Xo'p, darvozamizga qo'shimcha naveslarni ham qilib berganmiz. Shu garaj qilib foydalanaman dedilar. Xo'p, navesdagi ham shu 10 ga 10 profil 2,5 qalinlikda 6 ga 4lar 1,7 bo'lgan. Tepalarini shu firma qilib, shu darvozani gulidan qilib lazer gul qilib berganmiz. Tepalari leksan. Xo'p. Xo'p, darvozamizni 1 kvadrat metri 1,350,000 so'mdan shu joyga kelib o'rnadi. Darvozamizni option narxi 21 million so'mga bo'ldi. Xo'p, navesimiz 16 million so'mga option summasi bo'ldi. Kimga shunaqa darvoza, naves, barel, kachela, kazirok, shunaqa temir sohasida nima ishlar bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavka uстановkalarimiz bor. 12 ta viloyatga o'lchash, olib borish, o'rnatish xizmatlari bepul. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'linglar.